Tövende demek bo'lgan retseptlarimizni saqlayinglar yoki tarqitib qo'yinglar. Chunki tungan doktorxonaga borgan vaqtimda 50 yoshlar ipchirski qirandek bir odamning qo'sqin tutib, yomon qizinib ketganini ko'rib, biladiganlarimni deyishni to'g'ri topdim. Agar mush bo'yicha turmush odati yetildirsanglar, kasal bo'lish nisbatinglar ilgirkidan hech bo'lmaganda 40% tuvan bo'ldi. Oilda meyli yağaç koyza, yağaç kuşuk, yağaç çine piyalı olsun amal var işletmenglar. Çünkü yağaç materyallarda tamak yegen vakitte bunu juyup olgandikin bunun terkibide kaç yüz suyuqlıqqa çıkmaydı, pakis çıkmaydı. Dal muş sebeplik tüpelden aşqazan, rak, gripta buluş nispetimiz bek yuqur bo'lib ketdi. Sey to'g'raydigan, ya'ni go'sht to'g'raydigan dushni cho'qim ayrim tutish kerak. Onundan başqa 6 aydan 1 yilgacha cho'qim dushni butunlay yangi almashtirish kerak. Gerçi hozir anjiq qochib ketmaydigan bo'lsam-mu, ilgari qochuvchi xizmatini qilgan vaqtimda mandaq bir narsa mening diqqatimni qo'zg'aganda, qochuv suyuqlikni bevosita qochiga eqtib qochuvgan vaqtimizda u suyuqlik pakis ketmaydi ekan. Suyuqlikni o'quga qilsaqmi yanil o'xshash, qo'limizga bulutga qilsaqmi yanil o'xshash. Bu vaqtda yenimizga bir ko'ra ilib, shu ko'rga issiq suv quyib, shu mazg'ab bilan yuvsaq, qachini pakiz juvetkili bo'ldi. Har bir oilada bor mendaq bir masala bor. Ya'ni u bir nidiki matoning og'zini yapmaslik masalasi. Tarif qilib bo'lgandan keyin suvni tushirsak, shu suv besim bilan uyg'on üstüge çıkan mikroplar 200 ming dondan aşıdı. Belki bunundan meynet mikrop bo'lmasi kerak. Bu mikroplar çıkandan keyin bizning yago, yaşa, lungularimizga, supularimizga chapishib, tinimizga ham yago orqali yoki yaşa orqali og'zimizga chirkitadi degan gap. Ham har vaqt cho'qim matoning og'zining yepiq holati bo'lishiga kapolat qilishimiz kerak. Chunki matoning ichidagi suvmi o'rga, parga aylandi. Bu o'xshashdan hosilni keltirib chiqardi. Onundan mühimi hergiz soğuk hem ısık narsani bir vaqtda iste'mol qilmayli. Bo'libmi polo yegan vaqtda muzdek qetiqni, shu suyuqlik, masalan, yurmendek, tanfandek tamoqni yegan vaqtda kendil muzdek ichimlikni isitishga bo'lmaydi. Chunki so'q narsalar, issiq narsani bir vaqtda iste'mol qilganda badanimizda kichik may bezlar paydo bo'lib qoldi. Onundan başqa qurbingizning yetishicha oilada hayvon beqing. Meyli mushuk bo'lsin, meyli it bo'lsin, meyli to'qi bo'lsin. Chunki shu hayvonotlar bilan bevosita uchqishib tug'an bolalarning immunitet iqtidori, uchqishib tug'gan bolalarning immunitet iqtidoridan 50% dan 70% qish yuqori bo'ladi. Onundan başqa bizda bir eg'ir xatolik bor. Uylarni jongsho qilgan vaqtda, ya'ni shu 30 yillik yog'ochchining avlodi bo'lish sifatim bilan panarkin bir necha xil turga bo'lindi. Yog'och panarkidan boshqa panarkilarda bir xil puroq chiqadi. Onundan başqa biz sirlaymiz. Jongsho qilib uyga 3 oy ichida chirishga bo'lmaydi, eng oz deganda. Dal shu oldingi 3 oyda uyning havosini izchil almashtirishimiz kerak. Chirishga bo'lmaydi degan. Chunki qisqagina vaqtda uyga chigan vaqtda bolalarda yoki bizda oqqan kasallikka giribdor bo'lish nisbatimiz bek yuqori bo'ldi. Oxirida fizik qonuniyati bo'yicha issiqlik ustiga sovuq ostiga bo'ldi degan bir qonuniyat bor. Hammamizning uyda dinvan hozir. Bigvalo orqali ya'ni qistimiz. Yaga bevosita uran selib yetishga bo'lmaydi. Chunki bevosita uran selib yotgan chaqda yerdan chiqqan issiqlik bizning badanimizga oqqan donchalarni o'rtiydi. Bo'ldamsa, to'g'ri bo'lgan turmush odatini yetildirib, ortiq bo'lgan iqtisodiy chiqimdan yiroq turaylik. Doying.